Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar. Hozirgi video obzorimizda ushbu ko'rib turgan Hyperlight G rentgeniga bo'ladi. Komplektatsiyasi nima bo'ladi va qanaqa bundan foydalanadi va foydalanmoqqa nimalarga e'tibor berish kerak? Mana shu narsani hammasini video davomida ko'rib olsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'ying, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Demak, rentgenimizni bu orqa tomondan ochib olamiz. 80s firmasini Hyperlight G rentgen o'rtoqli. Demak, komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, trubkasi, rentgenimizni o'zi shunda turib tursin va kitobchasi, instruksiyali korobkasi. Korobkasini ochamiz. Birinchi nima borligini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda ikkinchi trubkasi, bitta uzun, bitta kalta. Nimagaligini tushuntirib beraman. Demak, bu shtekeri va bu zaryadkasi. Shu bilan komplekti tugadi o'rtoqlar. Demak, komplektatsiyasidan xuddi shu ko'rib turgan narsalar chiqadi o'rtoqlar. Mana bunisi zaryadkasi, bu mana xuddi shunaqa qilib ko'rsatib bo'ladi. Bunaqqa tokda beyon ishlatsangiz bo'ladi. Endi bu instruksiya kitobi, bu ham bizga hozir kerak emas. Bu yerdagi ma'lumotlarni hozir sizlarga to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Endi komplektatsiyasiga keladigan bo'lsak, nasatkasi bor, bittasi uzun, bittasi kalta. Kaltasi nimaga, uzuni nimaga? Ko'pchilik savol bo'lishi mumkin. Uzuni ko'p holatda umuman uzuni videograf bilan ishlatishga moslashgan bo'ladi. Kaltasi bo'ladigan bo'lsa, plyonka bilan ishlatiladi. Lekin hozirgi kunda umuman ko'pchilik doktorlar standart kichkinasini ishlatishadi, chunki shunisi qulay. Demak, rentgen keladigan bo'lsa, o'zimizga kerakli trubkani o'rnatib olamiz. O'rnatib olganimizdan keyin o'rtoqlar, e'tibor beradigan jihatingizga qaranglar. Rentgenni mana shu knopka orqali uriladi, как будто buni pistolet deb tasavvur qilsak, anchagina kompaktni, удобный qilib ishlangan ekan o'zi. Endi ustida mana bunaqa har xil knopkalari bor. Mana shu knopkalar orqali sizlar o'zingizga kerakli nurni upravlat qilsangiz bo'ladi. Demak, buni bosib turamiz. Qizil knopkasini o'chirib yoqadigan knopkani bosib turamiz va bu yerda ko'rsangiz bo'ladi, tabloda zaryadkasi, berilayotgan nuri, qaysi tish urilyapti, mana shularni sizlar o'zingizga kerakligini tanlasangiz bo'ladi. Misol uchun birinchisi keladigan bo'lsa, odamni shakli turibdi, ikonkasi. Buni bossak, yoshi kichkina bo'ladi, yana bitta bossa yoshi katta bo'ladi. Keyin yana bitta narsani unutibmiz. Ustida mana bunaqa salafani bor. Hozir bu yerda xira ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, o'sha salafanni olib turamiz. Demak, mana bu yoshi katta, yoshi kichkina bo'lyapti. Ikkinchisi, tishni tanlab olsizlar. O'zingizga kerakli tishni tanlaysizlar. Avtomatik tarzda mana bu yerdagi nur o'zgaradi. Keyingisi, agar xohlasanglar, o'zingizlar nurni boshqarsanglar bo'ladi. Baland va past qilsanglar bo'ladi. Endi yana bitta narsa, mana bu yerda hozir hamma narsa tayyor. Rentgen ursanglar bo'ladi. Sizlarga yana bitta informatsiya, misol uchun rentgenga hech kim tegmasligini yoki bilmasdan bosib olmasligingizni xohlayapsizlar, o'shanda buni blokka solib qo'ysangiz bo'ladi. Uni blokka solish uchun mana bu ikkita knopkani baravar bosiladi. Misol uchun shunday qilsanglar, mana qulfga tushdi. Endi hech qanaqa knopka umuman ishlamaydi. Endi yana 2 marta bossanglar, blokdan chiqdi. Hamma narsa tayyor. Endi sizlar bemalol rentgen ursanglar bo'ladi. Endi o'rtoqlar, hamma narsasi tayyor. Buni endi snimka olishimiz uchun mana bu knopkadan foydalanamiz. Videograf yoki plyonka bo'ladigan bo'lsa, parallelni turishi kerak, bir-biriga parallelni turgan holatda bir marta bosib qo'yib yuboramiz. Tilayotgandan keyin ikkinchisida bosib turamiz va oxirgi chit qilib turgandan keyin bu rentgen urgan bo'ladi o'rtoqlar.
Endi sizlarga maslahatim shuki, agar sizlarda slimka olganingizda nur xira bo'ladigan, slimka xira bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir tuman, parda turgandek bo'ladigan bo'lsa, silib berayotgan rentgen nuri juda ham kamlik qilyapti. O'shanda nurni ko'tarishinglar kerak. Yokida slimka sizga eshik qora chiqib ketadigan bo'lsa, nur ko'p berayotgan bo'lasizlar, o'shani tushirishinglar kerak bo'ladi. Bu ma'lumot sifatida aytib o'tdim. Bu rentgen o'zi umuman hamma rentgen ishlatayotganingizda ozgincha vaqt qo'lga tusha olishi kerak bo'ladi. Endi batareykasi keladigan bo'lsak, mana bu tabloda, o'z batareykasini ko'rsatib qo'ygan. Nechtaligi? Yangi upakovkadan ochgan bo'lsangiz, mana shu batareykasini 100% o'chirgandan keyin tugatib, ya'ni tugatgandan keyin zaryadkaga qo'yganda 8 soat zaryadka turishi, zavodda o'zi ham biz ham maslahat beramiz, sababi uzoq vaqtga batareyka xizmat qiladi. 8 soat turgandan keyin qolgan vaqtlarda standartiy holatda ishlataverasiz. Zaryadka tugasa qo'yasiz, to'lsa olasiz, 1-2 soat so'radi. Xudo xolasa sifatlari zo'r chiqyapti. Hozirgi kunda bu rentgenimizdagi 2 yil kafolatini beryapmiz va eng kompaktniy rentgenlardan bittasi shu bo'lib turibdi o'rtoqlar. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing. O'zingiz fikringiz bo'ladigan bo'lsa, savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentga albatta yozib o'ting va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa yangi zo'r nomerali yangiliklar chiqishi bilan sizlarga yetib boradi. Buning uchun albatta kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat hammanglarga.